ilm olib, moliyalashtirish olib, bir oy ichida zo'r natijaga chiqqan ayolimizni hozir ko'rsatmoqchiman, yuring ketdik. Mana shu 35 million olganimdan keyin o'shanga loyiq kichkinaroq bufet oldim. Birinchi necha pul bilan boshlagansiz shu biznesni? Oddiy oylik hisobida boshlaganman. Hozir necha yildan beri bu sohadasiz? Hozir 20 yildan oshdi. Ayol sizga nima berdi o'qishi? Ish uy bo'lib qolgan edi. Internet, Instagramlar, unaqa narsalarga ahamiyat ham bermasdim. O'qishlarda o'qimasdim. Ayolda o'qib, moliyaviy darslardan hammasida o'zimni kamchiliklarimni sekin yopdim. To'g'risini aytsam, men o'sha etaplardan 20 yil davomida yutib, yutqizib, bir xil paytda tushib qolib o'tganman-da, lekin bu yoqda shunda chaynab solib qo'yilgan. Mana shu ayol loyihasiga kelib o'qishda turtki bo'ladigan ikkita uchta faktor aytsangiz. Qiynalib, tajriba o'tkazib, vaqt yutqizilmaydi. Mana shunaqa joyda tushib qoluvdim. Mana shu ish qilmaganim uchun tushgan ekanman. Dars ichida ko'rdim-da va bu yo'ldan o'tganman. Faqat o'zimni hayotimni ko'rib o'tirdim-da, shunda dars paytida. Cho'nchagimni, so'mkamni ham olsangiz qarasiz, bir so'm, 100 so'm bo'ladi. San pulni boshqarishni bilmasang, pul senga hukmronlik qiladi degan gap bor. Siz pulingizga hukmronmisiz? Pullaringizni kim boshqaradi va qanday boshqarasiz? Bo'lmagan puli. Men umuman pulimni qancha borligini ham bilmayman. Men hisoblamayman, menga qiziq emas. Umuman qanaqa yomonlik bo'lgani yo'q. Faqat ketyapti, Alloh barakasini bersin. Ko'payyapti-da. Bo'lmagan gap. Hisob kitobchilar bor, hammasi bor. Yil oxirida bundoq sarf hisob qilishadi, bundoq yaxshimi? Har bitta masalan loyihada qancha nima, masalan, men uchun kerakli raqamlar bor. Men uchun ro'y bor, investitsiyalarni qaytish. Shuni ko'raman loyihalarda. Boshida loyiha tasdiqlanayotganda, loyiha tugatilgandan keyin kiritilgan investitsiyalarni qanchalik daromad bilan, zarar bilan kirganini qarayman. Ikkinchisi IRR degan ko'rsatuv bor menda. IRR degani o'sha yillik tikkan pulimga nisbatan qancha menga daromad keltiryapti. Uchinchisi rentabilligini qarayman. Rentabillik ham tushib ketmasin ham, chunki tushib ketsa riskga yaqinlashib qolamiz. Ertaga bir narsa bo'lsa force major yetkazib qo'yamiz. Juda ham ko'payib ham ketmasin. Yo xato ketgan yoki o'sha xaridorga nisbatan balki zulm bo'lishi mumkin. To'rtinchisi MPV degan narsa bor. Pulni qadrisa, mana shu narsalar yetadi. Soni, qiymati shart emas. Uni qanday ishlayotgan mexanizm formulasi menga qiziq. Rasxotingga pul kerakmi? Qancha pul bering deb so'raydilar. Va bitta gapni aytdilar, men hayron bo'ldim. Nima bunaqa deyaptilar desam, men seni pulni xara-tara qilmasligingni bilaman. 1 so'mmi 10 so'm qilasan va farzandlarimiz uchun harakat qilyapsan. Va shuning uchun ham qancha bersalar ham xursand bo'lib beradilar. Chunki biladilar, o'sha pulga misol uy olib qo'yishi mumkin, bozor olib qo'yishi mumkin, ko'chmas mulk. Doim yaxshi narsalarga ishlatishni bilganlari uchun o'sha aytganimizdek meni qo'llab-quvvatlaydilar. Va ayollarimiz ham ko'p aytadi, meni erim pul bermaydi, meni erim ishlatmaydi deb. Balkim o'zingiz shu sharoit yaratayotgandirsiz. Hozir meni misol qoralab tashlashligi mumkin, lekin bir tafakkur qilib ko'rishligini maslahat bergan bo'lardim. Chunki erkak kishi ham o'sha halol mehnat qilib topayotgan pullarini ko'paytirishni xohlaydi, to'g'ri ishlatilishini xohlaydi-da. Agar ayol kishi oilada moliyachi buxgalter bo'ladi, erkak kishi esa tadbirkor va o'sha korxonani xo'jayini bo'ladi. Agar o'sha tadbirkor, korxonani xo'jayini oilaga pul olib kelayotganda, halol pullarni olib kelayotganda, buxgalter, moliyachi uni to'g'ri taqsimlab, to'g'ri ishlatsa, yanada ko'payadi puli. U buxgalter, moliyachi to'g'ri ishlata olmasa, bor puli ham yo'q qilsa, o'sha tadbirkor ham o'sha xo'jayin ham olib kelgisi kelmaydi, uyga pulni bermaydi, o'zi boshqarishni xohlaydi. O'shaning uchun ayollarimizga doim aytaman, siz uyda moliyachi buxgaltersiz. To'g'ri pul ishlatishni o'rgansangiz, xo'jayingiz undan ham ko'p pul beradi deb aytaman. Ko'p ayollar voy, uyda yo'q, o'zi bermaydi deb aytishadi, keyin moliyaviy soatxonlik o'qigandan keyin aytishadiki, Shohida to'g'ri aytgan ekansiz. Haqiqatdan shunaqa bo'lish boshlayapti deyshadi. Ayollarni nafaqatgina o'stiramiz, balkim tadbirkorligini rivojlantirish yo'lida ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Mabodo agar misol uchun o'sha bir oydan keyin pul topa olishmasa, nima yordam kerak? Qanaqa muammolarga duch kelyapsiz deb biz ularni jarayonda, 1 yil jarayonida davomida biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz.